Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida ey Abu Zar, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobasi, ey Abu Zar, puling ko'p bo'lsa yaxshi-da dedi. Bizda o'shanday deysiz, turov. Domla pul ko'p bo'lsa yaxshi-da deymiz-da masalan. Ey Abu Zar dedi. Seni mana o qalbing boy bo'lsa, seni haqiqiy boyliging mana shu bo'ladi. Seni qalbing kambag'al bo'lsa, seni kambag'alliging mana shu bo'ladi. Ba'zi bir odamlar bor ellerning ichida. Aqchasi yetmaydi-da. 1 so'm, 5 so'm bo'lib qolsa, 5 so'm, 100 so'm bo'lib qolsa, 100 so'm, 1000 so'm bo'lib qolsa, keyinchi. Summa ma'za. Pulimiz ko'paygandan keyinchi. Agar halol yo'llarga, yaxshi yo'llarga, masjid, bino, madrasa, yo'l, kasalxona falonchi pistonchiga ishlatsak, orqamizdan borib turadi. Ellarga ko'rsatib qo'yishlik uchun, katta mashina uchun, katta uy uchun va yoki obro' e'tibor uchun pul to'plasak, bilaylikki hisobsiz qolmaydi bu narsa. Va albatta Alloh subhanahu va taolo bu bandasini hisob kitob qiladi. Agar halol yo'l bilan topayotgan bo'lsa, xohlagancha topsin va halol yo'lga ishlatsin.